Aka qancha bo'ldi? 17 million so'm bo'libdi. Aziz obunachilar, bo'ylari 1.15 plus. Navbatdagi bo'g'ozimiz qancha bo'libdi? 22 million 500 ming. Tug'ishga yaqinidan. Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum deymiz. Navbatdagi buqamiz qancha bo'libdi? 17 million 100 ming. 17 million 100 ming bo'libdi. Bo'ylari 120 atrofida. Qadrdonlar, hammaga assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, Chorva Brand kanalining qadrli obunachilari, aka-ukalar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumanidamiz. Olingan sotilgan mollar narxlarini yoritib beramiz. 8-mart haftaning yakshanba kuni. 18 million 450 ming bo'libdi. Barakasini bersin. Bo'ylari 1.5-10 atrofida. 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan barchani tabriklaymiz. Ona bola sigirimiz sotilibdi. Bolasi novvos ekan. Aka qancha bo'ldi sigir? 35 million. Bunisi aka? 35 million so'mdan, 35 dan. Barakasini bersin akalar. Qanchadan bo'ldi bu bar? 35,5. Bola novvosa? Bolasi zo'r ekan. 35,5 bo'ldi. Barakasini bersin. Narxini so'ramadi-ku. Aka, sigir qancha bo'ldi? Qanchadan? 30 dan. 30 dan. Bola xunojina? Novvos ekan bolasi. Zo'r. 30 dan qaytib. Qanchadan sotilmabdi? Narxini bilmaydi ekan. Hurmatli obunachilar, navbatdagi buqamiz qancha bo'ldi? 15 million so'm bo'ldi. Bo'ylari 1.10 atrofida. Barakasini bersin. Bozorlar yurib qoldi, hurmatli obunachilar, narxlar ko'tarildi. Kechagi kunlar yomg'ir sababli bozorlar bo'lmadi 2-3 kun. Shuni sababiga bugun savdolar qizg'in. Hamma sotilganlar tushyapti. Hurmatli obunachilar, navbatdagi xonajimmi, buqami bu. Aka qancha bo'ldi? 10 million 400. Xonajim. Qanchadan bo'pti? Qaysi bir aka 21 ga 30 urdi. Bunisi 21 million, narigisi 30 million bo'pti. Bo'g'ozlar aka-ukalar, birinchi qoringa bo'g'oz. Bo'ylari 1.20. 21 million so'm, barakasini bersin. Navbatdagi bo'g'ozlar chiqib kelyapti. Qancha bo'pti? 18,5. Bo'g'oz a? Qisirmi? 18,5. Buqa qancha bo'ldi aka? 15 million. Barakasini bersin. 15 million bo'pti, zo'r. Aka qancha bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 28 dan bo'pti. Hurmatli obunachilar. Bittasi. Bu g'oz bilan. Nech pul dedi? 56 deyapti. 56 dan bo'pti ikkalasi. 112 million. Chiroyli sigirlar ekan-a, mashalloh. Barakasini bersin. 56 million so'mdan. Zo'r. Xunojin qancha bo'pti? Qanchadan? 16 milliondan qaytibdi xunojinimiz. Zo'r, barakasini bersin. Fayzli bozor qancha bo'ldi? 12 million. Buqamiz 12 million. Sotamiz motorga. Naklar bosib qo'yadi. Xo'p, qaysi tomonda o'lar ekan? Bu yoqdan bo'g'ozchyapti, bu yoqdan xunojin. Chiroylilarni olaylik-a, mana. Sizlarga qadrli obunachilar. Ular cho'ta turib turadi. Qancha bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? Sigirimiz. Aka, sigir qancha bo'ldi? Qanchadan? Sotilmabdi. Shopir ekan bular. Mana gigant sigir tushyapti. Qancha bo'ldi aka? Narxini bilmaydi ekan. Nech pul bo'ldi? Qanchadan? 38 dan qaytibdi. Aka, xunojin qancha bo'ldi? 14 million bo'pti. Bo'ylari 1.15. 14 million. Barakasini bersin. Buqa qancha bo'pti?
Qancha bo'ldi aka sog'liq? Ikkita bolasi bilan 91 bo'pti, egizak ekan. Bozorlar juda qizg'in. Qancha? 22 million bo'pti. Barakasini bersin. 22 million bo'pti sigirimiz. Aka qancha bo'ldi? 17,5 qisir ekan. Akalar bo'ylar bo'g'ozmi? 17,5 bo'g'oz ekan. Qancha bo'ldi? Sotilmabdi bular. Sigir sotildimi? Qancha bo'ldi? Qanchadan? 23 dan. Bolani uvoscha 23 million so'mga sotilmabdi. Xunoji qancha bo'ldi? 12 million. Bo'ylari 1.10 atrofida. Barakasini bersin. Aka sigir qancha bo'ldi? 40 million so'm. Barakasini bersin. Zo'r. Bola xunojin ekan-a? 40 million. Qancha bo'ldi ship? 12 million 200 ming. Zo'r. Yangi Qo'rg'on chorva bozoridamiz. Qadrli obunachilar. Qancha bo'ldi? Sotilmadi. Xo'sh, xo'sh. Sotilmabdi akalar. Sotilmay qo'ydi. Ovoz kelyapti akalar. Qancha bo'ldi aka? 25 million buqamiz. Bo'ylari 1.25. O'zimiz jaydari buqa. 25 million so'm baraka bo'ldi. Zo'r. Qanchadan bo'ldi bular? Mana 25,5. 25,5. Olasi buni narxini bilmaydi ekan. Boy aka qancha bo'ldi? 40 millionga sotmabdi. Sotishmabdi aka-ukalar. 40 million so'mga. Qancha bo'ldi? Buqamiz sotilmabdi. Aka nech pul bo'ldi? Qandaydir novvoslarda oluv kam ekan. Mana qo'ylar bo'shalib ketibdi. Egasi qani bulardi? Aka nech pul bo'ldi? Nech pulga? 47 millionga. 47 deymi? Necha dedi? To'g'ri aytib, mana 47 million so'm. Navbatdagi sigir tushyapti. Akalar qancha bo'ldi? 35. Zo'r, barakasini bersin. Bo'ylari 1.30 atrofida. Rossiyskiy 35 million so'm bo'libdi. Layklarimiz besplatni akalar. Ekraningizda o'ng tomondagi obuna tugmasini bosib, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqangi yangi videolar birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Qancha bo'ldi sigir? Narxini so'rashmabdi. Qarab turing. Bola qo'chqormi? Bola sog'liq birinchi tuvish 6,5 million bo'libdi. Zo'r, barakasini bersin. Bola chiroyli ekan. Zo'r. Barakasini bersin. Akalar. Ovoz kelyapti. Qancha bo'ldi? Shopirda bu. Bu bo'g'oz shekilli. Qancha bo'ldi aka? Nech puldan? 25 millionga sotmabdi. Ovoz qancha bo'ldi? 21 million. Bo'ylari 1.20 ga, narigisi 1.25 plus chiqadi akalar. Yangi Qo'rg'on chorva bozoridamiz. Havolarimiz xudo xolisa yaxshi. Chorva brend. Havolar yaxshi. Xunojinmi, novvosmi bu? Qancha bo'ldi? Novvos ekanda zot. Bilmaydi ekanda narxini. Xunojin ekan bu. Rossiyskiy ekanda toza. 20 bo'lgandir. Bo'g'oz. Aka qancha bo'ldi? Qanchaga?
29 ga sotilmadimi? 29 million so'mga sotilmadi. Qancha bo'ldi Aqter aka? 15 million. Qancha bo'ldi? Bular shopir ekan hammasi. Oyaga nima bu? Qancha bo'ldi sovliq? 4 million 400 bo'g'oza. Zo'r. Bo'g'oz ekan ana akalar, birinchi qoringa bo'g'oz. Qancha bo'ldi sigir? Qanchadan? Qancha bo'ldi ovoz? Aka nech pul bo'ldi bu? Aka qancha bo'ldi? 12 million xonajin. Bo'pti. 12 million bo'pti. Barakasini bersin. Hurmatli aka-ukalar, qo'ldan kelgancha narx-navolarni so'radik. Kamchilik va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib ketishlarini so'rayman. Ham qo'la narxini bilamiz. Qanchadan bo'ldi aka? Sotilmadimi? Bunisi qancha bo'ldi aka? 12,5 dan. Xonajinimiz 12 million 500 mingdan qaytibdi. Barchalarga rahmat, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar. Obuna tugmalarini bosib bizga obuna bo'lib qo'ysalar, birinchilardan bo'lib ko'rasizlar.